vizyon to'g'risida man chiqarib qo'yay. Bizning mutaxassislarimiz va bir qancha ilm baychilikdan xalqaro munosabatlarga sakrashgan. Yozibdiki, mustaqillik quruq shuar bilan bo'lmaydi. Ya'ni, burun bu avtonomiya talab qildi, u qildi desa, yo'q, biz mustaqilcha deydi. Hozir isbotlar to'qinlab chiqqandan keyin o'tgan necha yillarda hozir uni inkor qilmaydi deydi. Avval inson haqlarida emas, avval avtonomiya avval emas. Hatto vatanning shimolini berib o'taylik degan dalil var. Bunun keyinida mustaqillik olamiz deb chiqqan isbotlarga qarata bularning beli egilishga boshladi. Va hozir asosiy bir yerni aytdi degan vaqtida vatan quruq shuar bilan mustaqil bo'lmaydi degan bir narsa chiqdi. Ammo bu yerda masala shu. Ushqunlarni, siyosatdagi ushqunlarni bilmay turib, xato so'zlash shundoq damqan puti gapni qiladi. Nima deganda shuar degan fikrni tushunamsan. Shuar degan fikrni tushunsan, shuarning quruq shuar, yo'l shuar bo'lib ayrılmaydigini bilasan. Dunyoda masalan deydi, Sharq Turkistonga mustaqillik degan quruq shuar, Uyg'urlarga erkinlik degan yo'l shuar emas. Ya u quruq shuar, bu amaliyotchi shuar emas. İşkelisi şuar. Şuar degan slogan. Tugidi. Şu mesela Sharq Turkistonga mustaqillik demdi. Yo'qimiz Uyg'urlarga erkinlik demdi. Ya Şinjanga avtonomiya demdi. Ya Yaşsun bilan burunqi boshlig'im Jo'xaydin demdi. Nima desa desin, buning hammasi shuar. Hammasi tugidi. Shuarlarning, sloganlarning roli ma'lum. Birincisi nishonni aslatish. Nişan, bir nişanda xalqni birlashtirib istilni tutuş. İkincisi moral nima jihatdan, kayfiyat jihatdan xalqni shu bir narsada birga akilib, kayfiyatni ko'tarish. Shu orada başta bir qancha xil roli bo'ldi. Nimada shu orada olsangiz shu. Masalan, deyli Falastinlikning deyli o'rta sharqda faqat Alloh o qahrosin Amerika, yo'qolsin Amerika, u quruq shu var. Ukraynalıkның qahrosi yo'qolsin Rossiya degan amaliyotchi shu var. Avval ushqunlarni bir o'rgangan birinchi. Ushqunlar quruq shuar, yo'l shuar degan narsa emas. Shuarda zaten sening maqsading, nishoning, naymanligingni xalqqa asl tutgan bir vosita u. Uyg'urlarga erkinlik debmi ololmaysa erkinlikni, Uyg'urlarga Sharq Turkiston mustaqillik debmi u shuar bilan vatanni ololmaysa. Zaten hech kim shuar bilan mustaqillik olamiz degan yo'q. Sen Uyg'urlarga erkinlik degan shuar bilan erkinlik olma deb o'ylagan bo'lsang, sen bir amakat. Chunki shuar bilan bir narsa ololmaydi. Har qanday shuar bilan. Shuarlarning o'zining roli va o'ynaydigan xalqni tashkillash, bir yerga akilish va nishonni esiga solib turish. Buningdan keyin bo'ladigan ishlar va qurilma so'zlarimiz, ideologiya va zihniyat va nurg'un narsa bor. Bu narsalarni shu kurashtirib, biz o'tgan yillarning yog'i Vijim shunga Fushishoga shogird kirib ketganlar bo'lishning beshidan boshqa asli bo'ladigan ishlarni texnik ko'midi bo'ldi. Ammo u narsalarni chiqaramiz. Va u narsalar chiqqandan keyin qoldirdik ham savol hal bo'ldi. Shu vaqt deganning u yana bir narsa deganning huquqlarni bir o'rgan oldi. Buni deb qo'ying.